Uy qurishda ikkita xatoga yo'l qo'ymang. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Hop, bugungi videomiz shunaqa ustoyka deymiz biz. Ustalar hamma joyda har xil aytadi. Kimdir kolonna deydi, kimdir serdeshniy deydi. Shunaqa bir tomonlama apalafga o'rnatishni eng oson yo'li, eng oson usuli haqida gaplashamiz. Bu asosan biz videolarimiz bilmaganlar uchun, bilganlar uchun eslatma. Yana bir ma'lumot aytib o'tib ketay. Uy qurishda hisob-kitobli qilib, nima deydi, planlashtirib qilsangiz doim qiynalmaysiz. Masalan, beton quyishda g'isht hisobini olishingiz kerak. G'isht urishda seysmopoezlarda hisobini olib o'tib ketish kerak. Biz mana shu joyda g'ishtni urayotganda seysmopoezga kolonna apalafkaga o'rnatishga sim chiqarib ketganmiz. U перегородка g'ishtni urayotganda g'ishtga o'rab turib shunaqa sim chiqarib ketganmiz. Oldin burchaklardan teshib turib orqasiga armatura qo'yib o'rnatardik. Biz vaqtdan yutkazardik. Mana shu usul yaxshi ekan. Ham tez bo'ladi, ham g'isht urilayotganda qilinib ketadi. Seysmopoezga shunday o'tib ketaverasiz. Keyin yana bir ma'lumot, ba'zi birlar g'ishtni o'ta chiroyli qilib uradi. Biz endi g'ishtimizga e'tibor bermaysiz, o'zidan chiqqan eski g'ishtlarni urganmiz. Keyin yangi g'ishtga o'tganmiz. Bu hali pishig'ish nimaga zo'r degan gaplar bor, o'shani ham aytib o'tib ketay. Pishig'ish mana shu eski uyni buzganimizga 60 yillik uy. 60 yillik uyda pishgan g'ishti shu. Bir marta ishlab chiqqan, yana ishlatyapmiz juda aniga. O'zini mustahkamligini yo'qotmaganda mana. Yangi g'ishtdan yaxshi. Yomon emas, xullas, sifati ozgina yo'qolgan, chunki bu toshning ustiga urilgan. Betonning ustiga emas, toshning ustiga urilgan. Turpoq ostida 60 yil yoki 50 yil turgan. Bir marta yuvib qo'ydik, shu bilan bo'ldi. Hop, yana nima demoqchi edim? Shunaqa g'ishtni tekis qilib urgandan keyin ba'zi bir ustalar, endi yangi ustalar deymizmi? Ba'zi bir ustalar seysmopoezga apalafga o'rnatib betonni quyganda g'ishingiz cho'tki, lekin seysmopoezi sal g'ishtdan bo'rtib chiqib qoladi. 1 sm, 2 sm yoki xunuk ko'rinib qoladi, suvda chopish kerak. Shuning uchun o'sha g'isht bilan tekis chiqish uchun biz nima qilamiz? Yaqinroq qo'yib ketamiz simni. Masalan, har bir 7 qatorda shunaqa sim qo'yib ketsangiz, vibrator solsangiz ham apalafga yorilib ketmaydi yoki simi cho'zilib qo'yib yubormaydi. Qancha yaqin qilsangiz, 1 metr yoki plankasiga, apalafkani plankasiga qarab turib 1 metrga qo'yib qo'yiladi. Tepadan loy tushganda o'zi juda aniga 1 kilo toshni ham tepadan tashlasangiz haligi 100 kilo bo'lib tushadi deyshadi. Xuddi o'shanga o'xshab tepadan bir paqir loy tashlasangiz, mana shu simlarimizni cho'zib yuboradi, apalafga sal ochilib qoladi, mana shu yerdan g'ishtdan sal bo'rtib chiqib qoladi, xunuk bo'lib qoladi. O'sha ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketdik-da. Xo'p, keyin yana bitta haligi videoni boshida ikkita xatoga yo'l qo'ymang deganimiz, u shunchaki videomiz qiziq bo'lish uchun aytdik. U xato, masalan, hazil o'rnida aytib qo'yaylik. Xato deganda nima? Shunaqa qilib chiroyli qilib imorat soldingizmi? Birinchi xato, ustani pulini vaqtida beringlar. Shu, chunki usta 1 oy mana shu yerda ishlasa, boshqa keladigan xonasi yo'q. Magazini bo'lmasa yoki arenda oladigan joyi yo'q. 1 oy ishladimi, 1 oyda uyga pul zarur bo'ladi. O'shaning uchun g'ishtni urib bo'ldim yoki betonni quyib bo'ldimi, unaqa edi, bunaqa edi demasdan pulini berib qo'ysangiz, sizga yaxshi ustaga pul bo'lib qoladi. Chunki usta bekorchilikdan ustachilik qilmaydi. Pul zarurligidan shunaqa ishlarda yuradi. Shuning uchun pulini vaqtida berib qo'yinglar. Ikkinchi xato deganim, uni ham sababini ham aytib o'tib ketdim. Ikkinchi xato, qurilish qildingizmi, ustani oziq-ovqatdan tejab qolmang. Baquvvat qilib bering, u sizga ehson tariqasida o'tib ketaveradi. Shu. Endi bu hazil tariqasida aytdik. Shunaqa gaplar. Endi apalafkani o'rnataylik. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa apalafkani olamiz. Apalafkani mabodo yangi qilsalaringiz, yangi apalafkani taxtani olib qilinsa, shunaqa sim o'tadigan darajada ozgina ochib qo'yish kerak. O'shanda qiynalmaysiz. Kimlardir betonim tekis chiqsin deb yopishtirib yuboradi. Sim o'tkazgan qiyin bo'ladi.
bitta mana shu 1.8 lik sim o'tadigan darajada ochib olsangiz, 70 lik mixchali ochib qo'ysangiz, ishingiz tez yuradi. Orqasiga pona qo'y, sim o'tkazish oson bo'ladi. Shunaqa tagiga ham armaturani o'zidan olib qo'yaverasiz simni. Qolganini o'sha g'ishtni ichidan har 7 qatorda o'tkazib ketaverasiz. Endi sim bu ko'pchilik o'rnatishni biladi, bilmaganlar uchun. Shunday qilib o'tkazaverasiz simini. Xo'p, qadrdonlar, ana videomiz kattalashib ketmasin deb sim o'tkazayotgan jarayonlarni olmadik. Chunki ko'rsatdik, shunaqa qilib o'tkazib olaverasizlar. O'tmagan joyi bo'lsa, yana o'tkazib qo'yamiz. Qancha pastlatamiz? Yana. Agar apalavkalaring 4 metr bo'lsa, g'isht bilan betonni tekizligi bo'lsa, pastga tushirib yuborsalar ham bo'laveradi. Agar jicha sokil chiqqan bo'lsa, mana shu joyga ikkita armaturani 100 lik miq qoqib turib, apalavkani qo'yib qo'yaverasizlar. Biz apalavkamiz hali 3 metrlik uchun bo'ylamay qolmasin deb, shu betonni beton bilan teng qilib qo'ydik. Tagiga simini aytdik, armaturani o'zidan olib qo'yaverasiz. Xo'p, shunaqa qilib simini o'tkazib olgandan keyin bu g'isht ichidan sim o'tkazganligimiz uchun jicha uzun qilib qo'ydikki, apalavkani yetmay qolmasin deb. Xohlasalar simini sal kalta qilsalar ham bo'laveradi. Keyin mana shunaqa razmerlar qilib olganmiz. Bu devorning ustiga ishlaydi. Devorimiz eni 38 yoki 39 bo'lsa, shunaqa qilib aralab olsangiz, ham ustoyka, biz ustoyka deymiz, kimdir serdeshniy deydi, kimdir kolonna deydi. To'g'ri tushunasizlar. Biz ham o'zimiz tilda aytamiz, ustoykaga ishlatyapmiz. Mana shunaqa qilib qo'yib turib, apalavkani o'rta qilib olasizlar. Teshikka qarab 2 sm 2 sm o'tsa bo'ldi. Ba'zi birda burchakdan teshganimizda ustoykamizni teshigi bir tomondan bo'lib qolib, simni bir tomondan o'tkazib, shunaqa qilib qatirsangiz, loy quyayotganingizda apalavka o'sha sim o'tkazgan tomonga yotib olishi mumkin. O'shaning uchun g'ish urilayotganda simni o'rtadan o'tkazsangiz yaxshi bo'ladi. Shunaqa gvazyor olasiz. Bu o'zi biz ruschani ancha yaxshi bilavermaymiz, gvazyor deymiz. O'zi mix so'radigan. O'shaning uchun o'zimizni tilda aytyapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Keyin shunaqa har xil pona qilib olasizlar. Razmerdan chiqqan ponalar bu. Shularni olasizda, mana shunday qilib turib, bitta pona qistirib qo'yaverasiz. Qatiraverasizda, bo'ldi. Xudo xolasa endi baquvvatligi yaxshi. Shunaqa qilib, qator qilib 5-6 ta o'rnatib olasiz. Birdaniga to'ldirib bo'lmaydi. To'ldirsangiz ham bo'laveradi, yorilib ketishi mumkin, apalavka qo'yib yuborishi mumkin. Misol mana shunaqa ustoykalaringiz yaqin bo'lsa, 2 bo'lib quysangiz ham bo'laveradi. Hali oraliq masofasi yarim soat, 1 soat bo'lib ketmasa, bunga 50 paqir, unga 50 paqir, yana bunga 50 paqir. Shunaqa qilib to'ldirsangiz bo'laveradi. Videomiz foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib, Usta Tog'alar kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu videolarimiz faqat bilmaganlar uchun, to'g'ri tushunasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.